İşten davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş bugün çislak 2023 yıl 6. ayının 29. gün haftiga Perşembe. Endiki haberimiz mundaq bunu anlaysız. Amerika Qo'shma Shtatlari Antony Blinken Amerika Jungo bilan tinchlikda birga turishga izdinidi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6. ayning 29. kuni Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat sekretari Antony Blinken haftaning 3. kuni, ya'ni 6. ayning 28. kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo bilan keskin raqobatlashish jarayoni tinchlikda birga turishning yo'llariga izdinish lozim. Hamda yana mundaq ko'rsatdi, Washington iqtisodiy jihatda Beijingdan ayrilib ketmadi. O'tgan yili ikki taraf savdosida yangi rekord yaratildi. Jungo yo'qolib ketmaydi. Amerika ham yo'qolib ketmaydi. Davlat sekretari Antony Blinken Tashqi munosabatlar komitetining New Yorkda tashkillangan bir qatimliq faoliyatida yuqoriqadek suhbat bayon qildi. Biz birga turadigan, balki tinchlikda birga turadigan yo'lni izlab topishimiz lozim. Davlat bexatarligini o'ylashib, Amerikada hozir tadbir qo'llanib, Amerika mablag'i va texnikasidan Jungo eqib ketishini cheklamoqchi bo'layotdi. Bu raqobatda biz ustunlikda turishni, kapolatga ega qilishni umid qilamiz va kelgusi taraqqiyot nishonini egallab turishni umid qilamiz. Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Yerim o'tkazgich texnikasi va Beijingning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish masalasida ikki davlat o'rtasida, ya'ni Jungo bilan Amerika o'rtasida munosabatlar jiddiyligi mavjud bo'lsa-mu, lekin ikki davlatning tashqi savdosi uzluksiz kamaymoqda. Yana bir xabar vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat sekretari Antony Blinken texmo qamlashqini kaynidan yetib keladi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 6. ayning 28. kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat sekretari Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika davlat sekretari Antony Blinken muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Wagner harbiy qurolliq o'zgarishi Rossiyaning siyosiy hokimiyatiga bevosita tahdid paydo qildi. Ham nurg'un masalalarni oshkorladi. Ham Rossiyada ichki bo'linish paydo qildi. Yuzishning yoki nishonning qaysi tarafga yuzlanishini to'g'ri bilolmaymiz. Lekin Rossiyada heliqi kishining kelgusi bir necha hafta ichida yoki bir necha oy ichida yana nurg'un ishlarni qiladiganligini bilamiz. Deydi davlat sekretari Antony Blinken, lekin deydi Rossiyada heliqi kishining kelgusi bir necha hafta ichida yoki bir necha oy ichida yana nurg'un ishlarni qiladiganligini bilamiz. Antony Blinken davlat sekretari mundaq ko'rsatdi. Rossiyada qurolli harbiy o'zgarishning yuz berishi taraqqiy qilayotgan 1-2 oydir. Biz eng oxirgi bir pardalik o'yinni texa ko'rib yetolmadik. Bu so'zning o'yin texa orqadan yetib keldi demoqchiman. Bu so'zning o'ramida o'yin texa orqadan yetib keldi demoqchiman. Buni men qo'ydim. Yuqoriqilardan ko'rib olishga bo'ladiki, Rossiyada harbiy qurolliq o'zgarish texa oxirlashmadi. Lekin bu ish zodi qandoq taraqqiy qiladi? Vladimir Putinning oqibatiga doir natija o'zgarmaydi. Xuddi Antony Blinken aytgandek, o'yinning qizig'i amdi yetib keldi. Bu xabar yozuvchining.
Bu Antony Blinken devlet işler katibining bu abzas so'zi nayta katta so'z ekan. Ondan baştaki cüngü bilan tinchlikda birga turishga izlanamiz degan gapmi? Nayta katta gap vatandaş. Sababi nima desangiz, o'rtadagi ixtiloflar o'rtaga chiqib bo'ldi-ku. Deb bo'ldi-ku, Şinjan, Uyg'uriston. Cüngüning ishi emas deb bo'ldi-ku. Endi buni bir taraf qilishda, tinch yo'l bilan bir taraf qilish. Van qilib bir pay o'q atmaslik, kaçatqa birini salmaslik, chiroylikcha, tinch yo'l bilan hal qilish. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatining javharidir va har qanday chog'da ta'kidlaydigan javharidir vatandosh. Shunga bugunenda Jungo Kompartiyasida bir hal o'zgarish, bir xil yumshash yoki bir xil noilojlik vasvasasida qolgan Jungo Kompartiyasi endi qandaqdir masalalarga yo'l qo'ysa, endi buningga davlat ishlar katibi Antony Blinken biz sen bilan birga turishni xohlaymiz. O'rat deyman, lekin bu yo'lda, bu nishonda, bu yuzlanishda Amerika mutlaq ustunlik turish kerak. Men gapni unutib qolmaymiz, juma vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchi o'rinda turish kerak. Shu vaqtda Jungo Amerika munosabatidagi masalalarni aqliy ravishda, ongliq ravishda hal qilg'ili, chiroyli hal qilg'ili bo'ladi vatandosh. Qo'rqib ketdim, mana ochdimmi, ochmadimmi deb bu odam emgak qilib, mujda ochmadim, yopmadim, taqamadim desa yomon. Ro'y jihatda azob bo'ldi-ki, vatandosh echibdimay yaxshi mana qizil belik chiqib turdi. Endi taqayman hamsa. Atigacha vaziyatga atiga chiqaraymiz vatandosh.